Qizlar, mana bu Tibametni qora sedana yog'i kapsulasini originali yoki original emas belgilariga ahamiyat beringlar. Buni soxtalari ham chiqqan, qaranglar. Qopqog'ida tilla rang bo'ladi mana qopqog'i. Birinchi mana shundan bilsanglar bo'ladi. Ikkinchi belgisi bo'lsa himoya lentasida. Himoya lentasidan bilsanglar bo'ladi. Uchinchisi mana bunaqa Tibamet, mana shu aynan mana shu logotip ostida chiqadi. Mana shundan bilib olsanglar bo'ladi. Buni men nimaga originalini topib oldim? Niginaxonga sutni ko'paytirishga ham juda ham zo'r bu. Bu payg'ambarimiz aytganlar sallallohu alayhi vasallam o'limdan boshqa hamma narsaga sedana yog'i foyda deb. Shuning uchun shunisini toptirib olib keltirdik. Kanallarini hozir sizlarga yozib qoldiraman. Kanallaridan bemalol buni buyurtmoqsanglar bo'ladi. Tibametni o'zi bilsanglar, men oshqozonimga ham dorilarni ichgandim. Bulardan topdim mana. Screenshot qilib olishinglar mumkin va kanallariga ulanishinglar mumkin sotib olish uchun.